Assalomu alaykum, hurmatli aziz bizning obunachilar, mehmonlar, kuzatuvchilar, uzum shaydolari. Mana bugun 16-aprel 2025-yil. Sizlarga yana bir mavzu, ya'ni shu uzumlar uzumning kasalliklari to'g'risida gaplashmoqchiman. Endi uzumda asosan 3 ta kasallik uchraydi. Oidium deydilar, mildium deydilar, sonra yana antraknoz degan kasallik bor. Endi biz xalq tilimizda kul tushib qopti, sho'r tushib qopti degan gaplar bo'ladi. Ana shu kasalliklar bo'lmas uchun bu kasallik tushgandan keyin daraxtga tuzatish qiyin. Ko'pincha iloji bo'lmay qolishi mumkin. Kasal bo'lgandan keyin shu bilan uzumlar charchaydi, hosil bo'lmaydi, hosilga tushsa meva bermaydi, mevalari qurib ketadi, barglari qurib ketadi kasallikdan orqasidan. O'shaning uchun birinchi navbatda shu kasal bo'lmasligi uchun uzumni immunitetini ko'tarishimiz kerak. Odamga o'xshab. Xo'p, immunitet ko'tarish uchun birinchi o'sha tagiga ishlov berishimiz kerak. Biz asosan hozir tagiga molli go'ngidan suvga aralashtirib turib qo'yamiz tagiga. 2 hafta, 3 haftaga bir marta qo'yib turamiz. Go'ng mahalliy o'g'it hisoblanib, ichida har xil elementlari bor. Shu o'simlikka foyda qiladi shu. Bundan tashqari, ildizdan oziqlantirishdan tashqari, bargidan yordam berib turish kerak. Profilaktika qilsak yaxshi biz. Profilaktika degani kasallikning oldini olish degani. Kasallikni oldini olib turib, bargidan oziqlantirib ba'zi bir dorilarni berib tursak, kasal bo'lmasdan yaxshi ko'karib, yaxshi hosil beradi. Undan tashqari dori berish mahalimiz, o'sha dori sepish mahalimiz salqinda sepish kerak iloji bo'lsa, shaboda bo'lmasligi kerak. Ertalab vaqtli yo bo'lmasa kechqurun soat 5 lardan keyin sepsa bo'ladi. Dorini sepish asosan biz ishlatiladigan dorilardan mana bu Ridamil Gold degan dori. Syngenta firmasiniki. Bu dorilar ham hozir hamma olaveradi deb har xillari chiqib ketyapti. O'tgan yil bitta olgandim, Ridamil Gold deb yozilgan, Ridamil deb yozilganda suvga solsam yaxshi erimasdi. Shu falshivroq ekanmi bilmadim. Endi bu yil yana Ridamil Gold Syngenta firmasini oldim. Bu suvga solganingizdan keyin tez eriydi. Buning miqdori akajonlar 10 litrga 25 gramdan solinadi-yu, aralashtiriladi. Asosan biz tayyorlayotgan dorimiz ruschasiga bakovый смесь deydi. Bitta dorini o'zi emas, 2 xil, 3 xilni aralashtirib turib, suvga keyin sepamiz. Xo'p, birinchi Ridamil Gold 10 litrga 25 gramdan, keyin mana bu yerda bakalashga qo'yilgan, buni nomi topaz deyiladi. Topazni 10 litr suvga 4 ml aralashtiriladi. Keyin yana bu topaz bilan Ridamil Gold mild oidium degan o'sha sho'r kasalligi, mana kasalligiga ishlasa, keyin yana hasharotlar bor. O'rgimchakkana deydi, antraknoz degan kasallik. O'shani yo'q qilish uchun mana bu B77 degan doridan qilganmiz. Bunda har xil shu hasharotlarni, shiralarni yo'q qiladi bu. Buni ham shu 10 litr suvga 10 gram, 15 gramdan aralashtirib olsak yaxshi bo'ladi. Ana shu uchilasini ana shu mana bu yerda mana bu dori sepadigan apparatimiz bor. Bu akkumulyatorli apparat. Suvni quyib, oldin bitta
3 litrlik, 2 litr idishga tayyorlab olinadi, hammasi yo'q, aralashtirib olinadi-yu. Keyin bu yoqqa bir 10 litr suv quyib turib, ichiga hammasi aralashtiriladi. Aralashtirilgandan keyin bemalol sepaveramiz. Sepishda bu kimyoviy doriga kiradi. Kimyoviy dorilar bizga ziyon qilishi mumkin. Perchatka, respirator, qalb va chepchek, xalatlarni kiyib olib turib, o'zimizga ziyon qilmaydigan darajada qilib turib sepishimiz kerak. Ko'zga ashk taqishimiz kerak. Ko'zga tushsa ziyoni bo'ladi. Hidlari mana bu ayniqsa mana bu hidlar aniq chiqadi, ziyon qilishi mumkin. Bundan tashqari yana bargdan bir sezonga 2 marta 3 martadan mana bu gummat degan rastvor bor. Shuni ham bundan tashqari bularga qo'shmasdan turib отдельно sepsa bo'ladi. Buning miqdori 10 litr suvga 20 gram, 30 gram aralashtirib turib sepamiz. Shu ishlarni qilib tursak akajonlar, profilaktika qilib, bu profilaktik ishlarimiz har 2 haftada qaytarishimiz kerak. Shu ishlarni qilsak, uzumlarimiz kasal bo'lmasdan yaxshi rivojlanadi. Yana orada mana ob-havolar aylanib qolyapti. Yomg'ir yog'ib borsa agar, yomg'ir yoqqandan keyin yana обязательно bir marta sepib borishimiz kerak. Yomg'ir yog'masan, quyoshli kunlarda esa shu 2 haftaga bir marta sepib tursak, uzumlarimiz yaxshi rivojlanib, hosillari yaxshi bo'lib, bizga ancha foyda keltiradi. Ko'zlarimizni quvontiradi uzumlarimiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Sizlarga, sizlarning oila a'zolaringizga tinchlik, omonlik, sog'lik tilab qolguvchi doktor Bog'bon kanalining olib boruvchisi Abdullayev doktor bo'laman. Mabodo sizlarga agar biz chiqarayotgan videolar ma'qul bo'lib qolsa, albatta like tugmalarini bosib, podpisatsiyani bosib qo'ysangizlar, yangi chiqarayotgan videolarimizni sizlarga tezroq yetib borishiga imkon bo'ladi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.